Ronaldoni qanaqa to'xtatamiz, Vitiniyani qanaqa to'xtatamiz, Bruno Fernandeshni qanaqa to'xtatamiz deyilyapti. Ha, bizani Portugaliya qo'rqityapti, qo'rqitish kerak ham. Jiddiy yondashamiz, hammasi to'g'ri. Lekin bitta detal bizning foydamizga ishlab qolishi mumkin. Misol uchun, hozir Portugaliya deganda Ronaldoni qanaqa to'xtatamiz deyilmayapti-yu. Vitiniyani qanaqa to'xtatamiz, Bruno Fernandeshni qanaqa to'xtatamiz deyilyapti. Vitiniya Chempionlar Ligasida to'liq finalgacha mavsum o'tkazdi. Bruno Fernandesh Manchester Unitedni tortdi. Xuddi Neves ham, Mendes ham Chempionlar Ligasida bular shunaqa katta yuklamada o'ynashdi butun mavsum davomida. Qaytanga bizni agar chidab bersak, bar Portugaliya qudratini ko'rsatadi ma'lum daqiqalarda. O'shanisiga chidab bersak, bizda bo'ladi. Ularning qanaqadir joylarida pasayish bo'ladi. Ya'ni juda bir ishonchsizlik ham ko'rsatish kerak emas, lekin ham eng yomoniga ham tayyor bo'lish kerak. Qiziq ma'lumot, Kongo bilan anaqa solishtirilganda O'zbekistonning o'yinchilari Yevropa top ligasida Kongoda 10 ta o'yinchi ekan, bizda bitta. Undan keyin Yevropaning top 5 ta 10 ta. Top 10 da yana 4 ta Kongoda. Bizda 2 ta. Bizda umumiy 3 ta, ularda umumiy disbalans 14 ta. Bizda asosan eng katta qismi Osiyo. Ularda 100% hammasi menimcha Yevropa.